Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Ma'murjon uz kanali ashaddiy obunachilari. Bugun 8-iyun sanasi. Biz Namanganda Chodaga yetib kelganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Pastda ko'l bor mana, tabiiy ko'l. Bu yerda qorlarni ko'ryapsizlar. Ya'ni 8-iyun kuni sizlar uchun video qilyapmiz. Bu 9-iyun ekan. Bir kunga adashibman. Bu tomondan soy tushib kelyapti mana. Tabiiy qorlar. O'sha 5-ko'prikdan keyin kamida 20 kilometr, 25 kilometr balandlikda ekan. Bitta odamga 120 ming so'm nom chiqar ekan. O'zlarida maxsus oazik mashinalari bor ekan. Shularda chiqish tavsiya qilamiz. Yo'llar o'ta ham yomon. O'zlaring texnikalaringda chiqsalaring yura olmaysizlar. Yo'l juda xavfli. Tavsiya bermaymiz o'zlaring texnikalaringda. Bitta odamga 120 ming so'm nom chiqib qo'yar ekan. Mana biz o'sha tepasida turibmiz, ya'ni soyda tepasida. Tabiiy qorlar do'stlar, tabiiy, hech qanday yolg'on yo'q. 8-iyun kuni, 9-iyun kuni video qilyapmiz. Mana pastda ko'l, tabiiy ko'l. Lakda ayamamiz do'stlar. Faqat Namangan Chodaga kelsalaring 5-ko'prikdan keyin, 5-sharcharadan keyin faqat maxsus texnikalarda chiqishlarini tavsiya qilamiz. Juda ham atmosfera dahshat. Qorda sog'ingan do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Soyga bitalay bosib qo'yinglar, mana tabiiy muzdagina ichasizlar, bahra olasizlar. Mana qaranglar, mo'jizada. Bu tomondan suv tushib kelar ekan, bu yerdan kirib ketar ekan, mana kirib ketadi, u yoqdan soyga tushadi, ko'lga. Mana qadrdonlar, tabiiy qor ushlab ko'rsatib beraman. Mana tabiiy qorlar. 9-iyun kuni. Gap bo'lishi mumkin emas. Atmosferaga like bosib qo'yinglar. Bu yerda lekin har xil hayvonlar ham bor deyishyapti. Ehtiyot bo'lasizlar. Ko'ryapsizlar atmosferani. Umuman o'zgacha atmosfera. Bunaqasi bo'lmagan. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Tabiiy kelmoqchi bo'lgan do'stlar yuborib qo'yinglar. O'sha maxsus texnikalarda chiqasizlar ekan. Umuman dahshat. Akalar, bittadan like bosib qo'yamiz. Qaranglar, juda dahshat. Bu tomondan soy tushib kelyapti-da, bu tomondan chiqib ketyapti. Havo nech gradus sovuq? Nima deysizlar? Nech gradus minus bor? Minus sababi erimayapti qor. Minus. Qor erimayapti. Quyosh nuri tushib turibdi, lekin erimayapti. Qor erimayapti-ku. Sababi nima deyapman men? Charchab qoldim chiqishga. Piyoda chiqdik. Past ko'ryapsizlar, juda balanddan chiqib, pastdan chiqib kelyapmiz. Charchab qoldik, to'g'ri tushunasizlar. Lakda yamimiz 9-iyun kuni syomka bo'ldi. Mana do'stlar, o'sha aytgan ko'limiz dahshat, atmosferaga lak bosib qo'yamiz. Maza qilib dam olsalaring bo'ladi, mana. Soy pastga tushib, mana shu joyga ulanib ketyapti va boshida ko'rsatganmiz, mana qorlar do'stlar. Tabiiy qor, mana umuman erimagan, hech qanday zo'r holatda kelib dam olasizlar do'stlar. Mana shunday maxsus mashinalarda chiqib kelsalaring bo'ladi. Bu videomizni tarqatib qo'yamiz. Kelib dammoqchi bo'lganlarga oilaviy kelinglar. Sinfdoshlar bilan kelsalaring bo'ladi. Maza qilib dam olib ketasizlar. Bittadan like bosib qo'yamiz.